bitta video ko'rib qoldim. Unda aytiladiki, insonlar hozirgi hayotidan, ya'ni hozirgi hayotini holatidan ko'ra tasavvuridagi, orzularidagi, bir iste'klaridagi hayotga o'tib qolishni, o'sha hayotda yashashni xohlaydi. Va bu narsa insonlardagi baxtsizlikning asosiy sababidir. Ya'ni inson o'zi baxtsiz hisobotimi? Bunga sabab hozirgi holatidan mamnun emasligi va orzularidagi, iste'klaridagi hayotni xohlashida. Misol uchun kimdir ish bilan band, juda ham ishlari ko'p, hech nima bo'shaolmayapti, boshqa ishlarga ulgurmayapti yoki o'zi xohlayotgan bir qanaqadir hobbilarni qilishga ulgurmayapti. Inson bo'sh vaqti bo'lishini xohlab qoladi. Bo'sh vaqti bo'lishini istaydi, shunga harakat qiladi. Shu ishidan nolishni boshlaydi va bo'sh vaqtim bo'lgani yaxshi edi deb o'ylaydi. Yoki teskarisi, agar inson ko'proq vaqtini bekorga o'tkazorsa, misol uchun bo'sh o'tkazorsa, undan ko'ra produktivliroq ish qilsam bo'lar ekan, samaradorliroq ish qilsam bo'ladi deb o'ylaydi va o'shanga intiladi. Kimdir yolg'izlikda ko'p qolib ketib qolsa, odamlar qidirishni boshlaydi, ya'ni do'stlarini yoniga borishni xohlaydi, kimdirlar bilan gaplashib o'tirishni xohlaydi. Teskarisi odamlar bilan ko'proq o'tirib olsa, yolg'izligiga intilib qoladi. Hayot shunaqa, ya'ni inson hozirgi holatidan har doim mamnun bo'lmaydi. Doim nimadir xayolidagi, mana narsa bo'lsa yaxshi bo'larki, mana narsa yaxshi bo'ladi, boshqa narsa bo'lsa yaxshi bo'lardi deb xohlaydi va shuni yaxshi bo'ladi deb o'ylaydi. Aslida mana shu narsa insondagi baxtsizlikning sababchisidir. Ko'pincha odamlar hayotida yomonliklar bo'layotganidan, ya'ni hayoti yomonligidan baxtsizlikni his qilmaydi, balki hozirgi holatidan mamnun emasligi va har doim boshqa bitta holatda yashashni xohlashidan, o'shanda istagi bo'lishidan inson o'zini baxtsiz his qiladi. 2025-yilda ham men hayotimda o'zi eng yomon yillardan bittasi o'tgan bo'lsa ham, lekin ikkinchi tarafdan eng yaxshi yil ham 2025-yil bo'ldi. O'zi har yili u oldingi yilidan nisbatan yaxshi bo'ladi. Lekin 2025 men ham eng yaxshi yilim, ham eng yomon yilim deb ayta olaman. Juda ham ko'p narsalar bo'lib ketdi va har bitta harakat, har bitta 2025-yilda qilgan ishlarim, umuman 2025-yilda hayotimni olib qaradigan bo'lsa, erishilgan natijalar yana bitta shu narsaga olib boradiki, bu narsa mendan xuddi shu narsa takrorlangan. Ya'ni doimiy ravishda hozirgi holatimdan ko'ra, ya'ni ishim bor, misol uchun ishda ishlayotgan bo'lsam, ishimdan nimadirlarga erishgan bo'lsam, o'sha erishgan narsalarimdan boshqasini xohlayverganman. Ya'ni hamma narsani kutishim kerak, hamma narsani qilishim kerak. Bu mening isteklarimni, xohishlarimni uyg'otgan. Natijada men o'zimni qanaqadir yaxshi his qilmaganman. Baxtsiz, unhappiness his qilganman desam bo'ladi. Lekin yana bitta yaxshi tarafi, bu 2025-yil boshida bo'lgan va 2025-yilda misol uchun yarmiga shu narsa bo'lgan bo'lsa, yarmiga umuman bu narsa bo'lmagan. Ya'ni juda ham men careless odam bo'lib qolgan edim va natijada menda nimadir xohlasam o'xshamasa, okay, I don't care. Ya'ni bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa bo'lmadi. Menga farqi yo'q. Men hozirgi holatimdan, yashab yurgan raqamdan mamnunman. Bu narsa meni shunaqa 2025-yilni yaxshi tugashiga sabab bo'ldi. O'ylab qoldim. Bu narsa mana shu fikrni eshitganimda o'zimda ham shu narsa bo'lgan ekan deb amin bo'ldim va bu yaxshiroq narsa ekanligiga shubham yo'q. Chunki bu bitta narsaga bu bitta qoidaga sabab bo'ladi. Ya'ni inson xafami, ya'ni o'zini baxtsiz his qilyaptimi, demak bu insonning tanlovi, ya'ni inson bu narsani tanlagan. Agar qaysidir inson xursandmi, baxtlimi, demak buni ham o'zi tanlagan, ya'ni bu ham uni tanlovi. Depends on person, ya'ni bu insonlarga bog'liq narsa. Baxtsizlik yoki baxtlilik hissi, ya'ni his bu insondan keladigan his bo'lganligi uchun, ya'ni inson o'zi chiqaradigan his bo'lganligi uchun tashqi kontekstga bog'lanmagan. Kimdirlar tashqi kontekstga bog'laydi, ya'ni tashqaridan kelgan narsaga, kelishi mumkin bo'lgan narsaga baxtsizlikni yoki baxtsizlik hissini bog'lashi mumkin. Har bir inson bu hayotda baxtli bo'lishni xohlaydi. Hayotining har bir qismida, u ishida bo'lsin, munosabatlarda bo'lsin, oilasida yoki do'stlari bilan bo'lsin, hayotining har bir qismida xursandchilikni, baxtli bo'lishini, baxtni his qilishni xohlaydi. Baxt abstrakt narsa bo'lsa ham, ya'ni turlicha har bir inson uchun qanaqadir tushunchasi, baxt tushunchasi har xil bo'lsa ham, lekin umumiy qoida shunaqa. Baxtli bo'lishni xohlagan odam unda bor bo'lgan narsalardan, unga berilgan ne'matlardan, uni hozirgi holatidan har doim mamnun bo'lish kerak. Ya'ni istaklar bo'lishi mumkin odamda, xohishlar bo'lishi mumkin, lekin o'sha narsaga intilish, har doim misol uchun hozirgi holatingizdan ko'ra o'sha narsani xohlash, o'sha narsani yaxshi deb o'ylash, bu insonda o'zida baxtsizlik hissini keltirib chiqaradi. Lekin 2026-yil boshida
juda ham menda sal g'alatiroq voqea bo'ldi. Ya'ni 2026-yil sal g'alati boshlangani uchun men ishdan ketaman deb o'yladim. Ya'ni ishim yoqmayapti, cho'ta ish o'zgartirish kerak. Constantly, ya'ni doimiy ravishda ishimdan norozilik ruhi menda yurdi. Bu narsa ishimga fokusda yoki boshqa narsada, ishim bilan bog'liq narsalarda ko'p ta'sir qildi. Oxir oqibat nimaga olib keldi? Demak, bu yerda menda o'zimda muammo bo'lgan. Ya'ni men ishimdan mamnun bo'lmaganman. Har doim nimadir kamchilik bo'lsa, misol uchun o'zim xohlagan oilani olmayapmanmi? Xafaman. Bu holatda noroziman. Nimadir yetishmayaptimi ishxonada, undan ham noroziman. Ya'ni o'zimni doimiy ravishda bor bo'lgan narsalardan norozi sifatida ko'rsataverdim. Bu narsa albatta ta'sir qiladi. Qanaqadir baxtlilik hissi yoki o'sha happiness bermadi. Mana shu fikrga eshitganimdan keyin o'ylab qoldim. Cho'ta o'zgartirish kerak, ya'ni bitta narsani taftish qilib ko'rish kerak. Ya'ni hozirgi holatim balki yaxshidir. Men o'ylayotgan narsa yaxshi emasligi mumkin. Shu narsa menda yana ishimdagi narsani oshirdi, ya'ni productiveness oshirdi. Misol uchun ishimga bo'lgan muhabbat, o'sha narsalarni yana o'zim joyiga qo'yib oldim. Hamma baxtli bo'lishni xohlaydi, lekin inson doim o'zini baxtsiz his qiladi. Doim kulib yurishi, doim hayotidagi voqealardan mamnun bo'lishi va hayotini boshqalarga ham, o'ziga ham bir yaxshi ko'rsatishni xohlaydi. Va ko'pchilik odamlar o'ylaydiki, ular qanaqadir maqsadlariga yoki xohishlariga, o'zi xohlayotgan narsaga erishsagina baxtli bo'laman deb o'ylaydi. Kimdir aytishi mumkin, ko'p pul topsam zo'r bo'ladi, ya'ni happy bo'laman deb o'ylaydi yoki o'zim xohlagan qaysi bir kompaniyaga ishga kirsam, hammasi zo'r bo'lib ketadi deb o'ylaydi. Yoki umuman oila qursam, uy, mashina sotib olsam, qanaqadir zo'r biznes qilsam, startap qilsam, bo'ldi, baxtli bo'laman deb o'ylaydi. Lekin hayotda bitta g'alati paradoks bor. Insonning miyasi har doim hozirgi holatda, misol uchun qanaqadir qiyinchilik bo'lsa, qanaqadir struggle bo'lsa, inson dopamin yetishmasa, insonda har doim bitta dopamin oladigan holatda tasavvur qilishni boshlaydi. O'sha narsani qilganda dopamin kelishi va inson o'zi kayf qilishini xohlashi, miya har doim bu narsani analiz qilib ko'radi. Ya'ni misol uchun siz ishda stress bo'lasiz, shu ishim bo'lmasa, undan ko'ra misol uchun kompyuterxonada kompyuter o'ynab o'tirsam, qanaqadir sport bilan shug'ullansam, kimdir misol uchun internetda ko'rishingiz mumkin, sayohat qilib yuribdi, sizga bu sayohatni qilish dopamin berib yuborishi mumkin. Misol uchun ko'rasiz, voy, mazza deysiz. Mana shu narsa insonda har doim noroziligi sabab bo'ladi, bu narsa baxtsizligi sabab bo'ladi. Ya'ni baxtsizlik bu his bo'lganligi uchun misol uchun baxtsizlik va baxtlilik orasida bitta narsa bor, bu hozirgi holatda mamnuniyat. Ya'ni hozirgi holatdan rozilik, hozirgi holatda okey deyish. Ya'ni insondagi inson isteklar bilan, desirlar bilan inson, ya'ni u har doim yaxshisini xohlaydi, ya'ni har doim bitta tepada narsani o'ylaydi, lekin u narsa aslida hozir kelmasligi, ya'ni hozir unga yaxshi bo'lmasligi mumkin, balki hozirgi holatda, ya'ni o'sha kelishi mumkin bo'lgan narsadan yaxshiroq bo'lishi mumkin. Shu narsalarni hisobga olish kerak. Baxtlilikni, ya'ni baxt hissini, inson o'zini zo'r bo'lib, mamnunman, baxtliman bo'ladigan hissi hech qachon tashqi omillarga bog'lash kerak emas. Ya'ni tashqi resurslarga bog'lash kerak emas. Sababi aytib o'tganimdek, baxtni his qilish yoki baxtsizlikni his qilish bu hissiyot. Hissiyot hech qachon tashqaridan kelmaydi. Inson chiqaradi u narsani. Ya'ni sizni tashqaridagi narsaga, atrofingizdagi narsaga refleksiyangiz bu sizning hissiyotingiz. Misol uchun sizga kimdir noto'g'ri gapirsa, siz qalin bo'lib oddiy javob berishingiz mumkin. Bu siz angry hissiyotini, ya'ni jahlni tushirasiz yoki jahlingiz chiqib ketsa, o'sha siz jahl hissiyotini berasiz. Baxt bilan baxtsizlik ham xuddi shunaqa hissiyot. Ya'ni siz tashqaridagi resursga nisbatan, ya'ni tashqaridan kelayotgan kontekstga nisbatan, sizga kelayotgan refleksiyaga nisbatan, kelayotgan narsaga nisbatan sizning refleksiyasiz. Ya'ni siz yoki o'zingizda baxtlilikni, xursandchilikni his qilishingiz mumkin yoki o'zingizni xafa qilib baxtsizlikni his qilishingiz mumkin. Misol uchun, qaysidir ishga topshirdingiz, o'zingiz xohlayotgan ish, juda ham xohlaysiz o'sha yoqqa kirishni, oyligi zo'r, narsalar, sharoitlari zo'r, lekin kira olmadingiz.
nima bo'ladi? Sizda birinchi kelishi mumkin bo'lgan narsa, attang nega kira olmadim degan hissiyot bo'ladi. Siz uje o'zingizdan qoniqmaslikni boshlaysiz. Uje baxtsizlik hissi boshlanadi, unhappiness boshlanadi. Shu paytda ikkinchi taraf bo'lishi mumkin. Siz kira olmadingiz, it's okay. I'll try next time. Bundan yaxshisi bo'lishi mumkin yoki boshqa yaxshiroq kompaniyaga ishga kirish mumkin. Bu yerga kirmasligimda qanaqadir xayr bor. Okay, bo'ldi. Sizda uje baxtsizlik hissi bo'lmaydi. Siz unhappiness his qilmaysiz. Sizda har doim happiness bo'ladi. Bu shuni anglatadiki, inson nimadirlarga erishsam baxtli bo'laman deb o'ylamasin, balki u o'zini refleksiyasi, ya'ni insonni o'shanga kelgan tashqi omilga tashqi tarafdan kelayotgan narsaga inson o'zini javobi bu baxtlilikni va baxtsizlikni belgilaydi. Ya'ni siz baxtlilikni har doim his qilasiz yoki baxtsizlikni his qilasiz. Tashqaridagi narsalar prosta kontekst va resurs. Uni siz boshqarasiz. Ya'ni undan kelgan narsaga siz uni javobini siz boshqarasiz. To'g'ri, tashqaridagi narsalarni siz boshqara olmasligingiz mumkin, kontrol qila olmaysiz hamma narsani. Lekin o'zingizdan chiqayotgan yoki o'zingiz his qilmoqchi bo'lgan baxtsizlikni va baxtni bu o'zingiz hal qilasiz. Va yana bu narsaga sabablardan asosiy bittasi, в принципе, asosiy sabab emas, lekin bu ham qanaqadir ma'noda ta'sir qiladigan narsalar bu solishtirish. Ya'ni miya har doim shu aytganimizdek o'zidan dopamin olmaslikni boshlaganda dopamin oladigan narsani xohlashni boshlaydi. Dopamin oladigan narsani ba'zida inson o'zi xayolotdan kelib chiqib shakllantiradi. Misol uchun inson o'zi qilib ko'rgan va o'shandan dopamin olgan, o'shani xohlaydi. Ikkinchi tarafdan boshqalarni ko'radi, boshqalarni ko'rganda miya shunaqa deb o'ylaydi, buni qilsang tipa kayf qilasan, dopamin olasan, shuni qilishing kerak. Misol uchun kimdir oddiy telefon ishlatayotgan bo'lsa, kimdir qo'lidagi iPhone 7 ni ko'radi-da, iPhone 7 ishlatsam zo'r bo'lardi deb o'ylaydi. Ya'ni o'sha kayf bo'ladi deb o'ylaydi, dopamin olaman deb o'ylaydi, xursand bo'laman deb o'ylaydi. Natijada inson o'zida ya'ni baxtsizlik hissi boshlanadi. Ya'ni iPhone 7 olishim kerak, o'sha narsani xohlayman deb boshlanadi. Yoki kimdir oddiy bir korxonada ishlaydi. Misol uchun bu o'zimda ham juda ko'p takrorlangan. Oddiy joyda ishlaymiz. Unaqa katta degan kompaniya emas, misol uchun chet ellik kompaniyasi emas. Kimdirlarni ko'ramiz. Kimdirlarni ko'rasiz, что yaxshi ishga kiryapti. Misol uchun zo'r kompaniyaga kiryapti. Postda qo'yishadi misol uchun. Insonda ham xohish paydo bo'ladi. Voy, men ham kirsam bo'lardi shu ishga, nima kira olmayapman, men harakat qilmayapman degan narsalar boshlanadi. Google'ga kirishim kerak, Facebook'ga kirishim kerak. Insonda mana shu narsaga nisbatan o'sha o'zini hozirgi ishiga nisbatan ham, ishxonasiga nisbatan ham, qilayotgan ishlariga, hamma narsasiga ta'sir qiladi. Natijada inson unhappiness his qilishni boshlaydi. Inson o'zi solishtirayotganda bitta narsaga e'tibor berish kerak. Bu hech nima srazi bo'lib qolmaydi. Ya'ni biz shu narsani srazi bo'lishini xohlaymiz. Misol uchun o'sha ishxonada o'tiribsiz, charchadingiz, dam olgingiz kelyapti, uyga ketishingiz kerak yoki qanaqadir bo'sh vaqtingiz bo'lsa, bir o'zingiz xohlagan ish qilsangiz, telefon o'ynasangiz yoki scrolling tipi dopamin beradi sizga, siz xohlaysiz. Lekin bunga o'zi vaqt kerak. Xuddi shunaqa narsa solishtirayotganda ham, misol uchun o'sha yaxshi kompaniyaga kirmoqchimisiz, Google, Facebook'ga kirmoqchimisiz? Okay, it depends on time. Ya'ni vaqt hal qiladi bu narsani. Sizdan faqat harakat. Ya'ni umuman baxtlilik bilan baxtsizlik hissi insonning o'ziga bog'liq narsa, u tashqi omilga bog'liq narsa emas. Siz miyangiz har doim shu narsani, bitta narsada hozirgi holatdan ko'ra boshqa holatda bo'lishni xohlaydi va siz unga qanaqa reagировать qilsangiz, o'zingizdagi happiness va unhappinessni to'g'rilab olasiz. Bu bilan xohish istaklardan tipi voz keching, bu narsalarni bo'lmasa insonda deyish noto'g'ri, chunki inson baribir nimadir xohlaydi. Inson istaklari bilan, orzulari bilan inson o'sha narsaga intiladi. O'sha narsani xohlaydi va buni xohlash ham tabiiy yaxshi narsa, ya'ni tabiiy jarayon bo'lgani bilan, ya'ni yaxshi narsa ham. Chunki siz hozir ishlayotgan joyingiz qayerda? Google qayerda? Google'ga kirsangiz, конечно, zo'r. Bu yerda o'sha qoida siz mana shu narsaga, ya'ni tashqi omilga ichingizdan qanaqa reaksiya bo'lyapti, ya'ni siz qanaqa reflekt qilasiz bu narsaga. Shu narsa sizni baxtlilik va baxtsizligingizni
rol o'ynaydi shu narsa. И vaqt masalasi bu inson isteklarini va xohishlarini qondira olmaydi. Ya'ni bu narsa doimiy bo'laveradigan narsa. Bu prinsipi faqatgina vaqtga qo'yib berish kerak. Ya'ni vaqt hamma narsani hal qiladi. Misol uchun o'sha ishga kirayotganingiz, o'sha yaxshi kompaniyaga kirmoqchi bo'lsangiz, siz harakat qiling. Vaqt kelganda o'zi o'xshab ketadi hammasi. Va harakatni to'xtamaslik, u o'sha qoidalar asosiysi baxtli bo'ling. Ya'ni baxtni o'zingiz yaratasiz. U tashqi tomondan kelmaydi. Yo baxtli bo'lasiz, yo baxtsiz bo'lasiz. Bu narsani o'zingiz hal qilasiz.